Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz navbatdagi vizani Amerikaga oldik. Sharifa, siz tabriklaymiz vizalaringiz bilan. O'zi hammasini boshdan boshlaylik. Qanaqa qilib Amerikaga bizni topshirishga qaror qildik? Necha yildan beri biz bilan ishladingiz? O'zi Worldwide Consultingga 2 yil oldin Yevropaga topshirish maqsadida kelganman. Orada Polshaga kiritib berishdi. Keyin Polshadagi yangi qarorlar sababli biz unga nima bo'lmadi, o'xshamay qoldi. Grant yutgandim o'z aslida. Polshaga elchixonaga ham kirmadingiz? Ha, elchixonaga ham kirmadim. Chunki nostrifikatsiyalar keldi, yangi qonunlar bo'ldi. Shu bilan pauza qildik. Shaxsiy muammolarim sababli Polshaga nima qila olmadim, keta olmadim. Keyin orada Latviyaga o'tadigan bo'ldik, Latviyaga topshiradigan bo'ldik. Keyin Latviya bilan parallelni Amerikaga topshirib ko'rdik. O'zi Amerikani qilishimizni nimaga bizga Amerika topshirish uchun keldingiz? O'zi so'rab ko'rdim, qiziqib, Amerikaga qilib berasizlarmi deb, keyin shunaqa ha, bor topshirsak bo'ladi dedilar. Lekin chansi uncha yuqori emas degandilar. O'zi unchalik umid bilan topshirmagandim. Keyin mayli ham Latviyaga ham Amerikaga qilib ko'raylik deb biz birinchi o'rinda Amerikani qo'yib kirib ko'rdik. Keyin shu bilan Amerikaga vizamizni oldik. Amerikaga topshirish jarayoni qanaqa bo'ldi? O'zi vebinarlarda ko'rib qoldingiz biz Amerika qo'yganini. Ha, o'zi Amerikaga qilib berishlarini men o'zi Yevropa bilan ishlashadi deb o'ylagandim boshida. Shuning uchun ham Polshaga kelgandim. Keyin qarasam Amerikaga qilib berishganlarini ko'rdim. Shundan keyin qiziqib ko'rdim o'zim ham. Amerikada 5-6 ta universitetga topshirib ko'rdik. Ularning hammasidan, почти hammasidan bittasidan ololmadik. Offer 7 ta o'qishga topshirdik. 7 ta o'qishga topshirdik. 6 tasidan offer oldik. O'zimga grant примерно $200,000 bo'ldi. O'zimga to'g'ri kelgan universitet shu Ohiodagi Kent State universiteti bo'ldi. O'shanga shu bo'yicha kirdik. Posolstvoga keyin administrative processdan keyin 11 kunlarda. 11 kunlarda viza chiqdi. Kent State'ga qancha grant yutdingiz? Kent State'ga общий har bir yiliga 12,000 dan 4 yilga $48,000. $48,000 grant bilan kontraktlari 11,000 gina qoldi. Vizagacha qancha to'lov qildingiz? Vizagacha vizani Kent State'ga $70 gina xolos. Bu ham app fee uchun to'laydi. Application feesiga to'ladi. Bizga bilan ishlash qanday bo'ldi? Yoqdimi sizga? Nima deysiz? To'g'risi men Worldwide'ni bunchalik darajada yordam qiladi deb o'ylamagandim. Boshida kelganimda Yevropa uchun nima qilganman, harakat qilib shu bo'yicha to'lov qilganman. Menda ko'p narsa o'xshamaganini, o'zimdagi muammolar sababli keta olmaganimni ko'rib, ancha katta yordam qilishdi. Bunaqa Amerikagacha yordam qilishadi deb kutmagandim. Shuning uchun mana bizga bilan Yevropaga topshirdilar, yo'lda aytdilar Amerikaga. Biz tushuntirdik shanslarni, Amerika qilsak bo'ladi. Amerikani backup plan sifatida olib qo'yamiz. Yo'q, birinchi Amerika bo'ladi, Yevropa backup plan bo'ladi dedi. Hech qanaqa uslugalar olmasdan o'sha birinchi shartnomalar bilan Amerika qilib berdik. Mana natijasi vizalarni oldilar. Talabalarga nima maslahat bergan bo'ladi, Sharifa? Talabalarga aytadigan gapim, men boshida o'zim juda Amerika deganda qanaqadir hech xayolimga ham keltirmaganman, chunki juda impossible deb qaraganman. Birinchi marta kirganimdan, viza olganimdan keyin bildim, что hamma narsa imkonli agar harakat qilsangiz, o'shanga xavfni yo'qotmasdan topshirish kerak deb o'ylayman. Mana pasportlari ham pustoy, hech qanaqa vizalar bo'lmagan oldin. Viza istoriya bo'lmagan. Yoshingiz hozir 19 da, adashmasam 20 ga to'ldingiz. 20 yoshlarda vizalarsiz bemalol oldilar. Yana nima so'ramoqchi edim sizdan? Vizagacha Amerikaga qancha xarajat qildingiz? Amerikaga qilgan xarajatlarim boshida men o'ziga vizani to'lov $185, $300 service feega, $350 service fee, $350 edi. Keyin bank shotga o'rtacha $1000 plus minus xarajat ketyapti, lekin viza olish uchun arziydi. Qara, risk qilsa bo'ladi deb o'ylaymiz. При этом boshqa agentlar bilan gaplashib ko'rdingizmi? O'zi qiziqdingizmi Amerika qilishga? Ha, o'zi men Amerikaga topshirayotganim eshitib yana bitta dugonam qiziqdi. Qaysi konsalting bilan qilayotganimga endi keyin boshqa konsaltinglar bilan u gaplashib ko'rdi. Eshitishim bo'yicha uslugalari boshqalarning dugonamdan eshitdim. Ancha qimmatroq. Ancha qimmatroq. Keyin xursand bo'ldim to'g'risi bunaqa summaga, bunaqa nimada yordam bilan birinchi urinishda vizani qo'lga kiritganimga juda xursand bo'ldim. Boshqa konsaltinglarni nimasi, o'sha uslugalarini, talablarini eshitganimdan keyin xursand bo'ldim. Shunaqa konsalting topib kelganimga. Agarda sizlar ham Amerikaga yoki Yevropaning boshqa davlatlariga o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari saytimiz bor, talabalink.uz, o'sha sayt orqali ham dunyoni xohlagan universitetlarga topshirsangiz bo'ladi. Sharifa, sizga o'qishlaringizga omad tilaymiz. Amerikaga yaxshi yetib olishingizni tilab qolamiz. Juda ham xursand bo'ldik viza olganingizdan. Ishlaringizga omad.